Assalomu alaykum Uzum brendining aziz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan biz Uzum bankda ketayotgan aksiya haqida gaplashamiz. Siz bu aksiyada qanday ishtirok etishingiz mumkin? Albatta video davomida bilib olasiz. Bizning kanalimizni kuzatishda davom eting. Bizning kanalimizning opisaniyasida turgan bot linki orqali quyidagi botni ochib olasiz. Bu Uzum bankining asosiy boti hisoblanadi. Va start tugmasini bosasiz va tilni tanlaysiz. Tilni tanlaganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tishni boshlash tugmasini bosing. Rozilik bering, albatta sizga ketma-ketligini beradi, rozilik berasiz va undan so'ng sizga telefon raqami jo'natishni so'raydi. Telefon raqamingizni jo'natasiz. Uzum kartangiz bormi? Agar uzum kartangiz bo'lsa, ha, agar uzum kartangiz bo'lmasa, yo'qmi bosib yuborasiz. Undan so'ng sizdan JSH raqam so'raladi. JSH raqamni kiritasiz va botda ro'yxatdan o'tasiz. Xo'p, JSH raqam nima? Pasportning orqasidagi uzun son hisoblanadi. Xo'p, mana bu uzum kartangiz yo'q, nima qilishingiz kerak? Mana bu QR kodni skaner qilasiz va bepul uzum kartani buyurtma berishingiz mumkin. Albatta, keyingi videomizni ko'rsangiz, uzum kartani qanday olish haqida to'liq ma'lumot berilgan. Kanalimizning yuqorisiga chiqing va uzum kartani bepul buyurtma qiling. Kanalimiz opisaniyasida bepul uzum karta buyurtma qilish uchun link mavjud. Undan tashqari botning linki ham video opisaniyasida mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat.